choy va sersuv mevalar uyg'unligidan rohatlaning. Fusy'ning ajoyib ta'mlari endi yangi qadoqda. Tatib ko'ring. Qizim ishiga puxta, o'shaning uchun hamma ishga chaqiryapti. Judayam usta. Ayniqsa ma'lumot yig'ishga. Hali gaplashamiz senlar bilan. Qudrat aka, Marras. o'zingiz bosing. O'ylab javobini aytadigan bo'lishdi. Biz taklif qilgan narsani Hindistonlar 2 barobar arzoniga taklif qilishyapti. Tog'a, pastga tushing, gap bor. Hozir seni pand nasihatlaringni eshitadigan ahvolda emasman. Sizdan pul olib qochib yurgan odamni topdim. Shuncha qilganlaringiz kammi? Onlayn qimorga o'tib o'zingizni ham bizni ham qiynadingiz. Endi kimgadir yer olib beraman deb vositachi bo'ldingiz. Katta pulga tushib o'tiribsiz. Aqllilik qilayotgan bo'lsam uzr. Ko'rinishingizni qarang, kostyum kiyib, birorta davlat ishiga kirsangiz, salovatingizdan kamida biror bir firmaning direktori deb o'ylashadi. Qolgan umringizni shunchaki sovurmoqchimisiz mana shunaqa? Oddiy ishda ham ishlab ko'rdim. Har kuni ertalab 9 dan kechasi 10-11 gacha o'tirardim. Keyin u bir narsa olib bering desa 3 ta oyligimni yig'ardim. Mana, keyin nima bilan tugadi? Tog'a, ikkalovingiz ham kelishish xohlamadinglar. Mana shuning uchun ajrashib ketdinglar. Jiyan, oilada janjalni 80% daromadni yaxshi emasligidan kelib chiqadi. Shunga uylanishdan oldin oyoqqa turib olish kerak. Odamlarni o'zini uyi yo'q, tor kvartirada yashab yuribdi. Sizga shundoq hovli kammi, tog'a? Bo'ldi, asabimga tegma. Hali ko'ramiz, uylan. O'shanda gaplashaman. Oldin oyoqqa turib ol. To'g'ri ma'noda. Tog'a, men o'zim IT kompaniyamni ochmoqchiman. O'zim uchun ishlayman. Yomon dasturchi emasman. Qo'limdan 2-3 ishlar keladi. Faqat bilasiz, odamlar bilan muomalaga, gaplashishga yo'qman. Meni menejerim bo'lasizmi? Nima, kostyum kiyib seni yugurdaging bo'lamanmi? Tog'a, menejerlik yugurdaklik emas. Men bu aqlim bilan, bor kuchim bilan harakat qilsam, Kamol Umarovdan ham o'zib ketishimga ishonaman. Siz kam ishlab ko'p pul topishni yaxshi ko'rasiz. Hayotingizda bunaqa imkoniyat bo'lmaydi, tog'a. Yo'q desamchi? Zuhrani ishga olaman. Zuhra sendan battar qo'rs qo'pol qiz-u. Mayli. Yaxshisi, o'zim menejering bo'laman.
O'zi ishsiz qarz havola qilib yuribsiz, yana ish bersam nos qilasiz-a, o'zingizcha. O'rgildim sizdagi menejerdan. Mayli. Tog'a jiyanlik o'z yo'liga. Ish o'z yo'liga. Bo'ladigan gapdan gapir, jiyan. Oylik qancha bo'ladi? Xo'sh. Gapir. O'ylaganingizdan ko'proq beraman. Menga hech narsa demoqchi emasmisan? Yana sansirashga o'tdingmi? Sizlashga hali ertami deyman. Menimcha, men bilmagan biror gap bor-a? Qaysi ma'noda? To'g'ri ma'noda. Yo'q. Shu oxirgi 1-2 kunda juda ham o'zgarib ketding. O'zgarmadim. Shunchaki kayfiyatim yo'q. Uydagilarim menga yolg'on gapirishdi. Hech bo'lmasa sendan rostini eshitaman deb o'ylagandim. Hech kim yolg'on gapirmadi. Oying bilan dadang seni o'ylab sukut saqlashgan. Ularning o'rnida boshqa odam bo'lsa ham shunaqa qilardi. Jasur hali ham gap ko'tara olmaydigan yosh bola, bitta toqqa chiqish ham eplolmadi deb o'ylayapsizlar-da, to'g'rimi? Hech kim unaqa o'ylagani yo'q. Rahim qilish shart emas. Ochig'ini aytavergin. O'shanda tog'dan yiqilmaganimda, dadam bilan oyim ham ajrashmagan bo'lardi. Dadamlarni ham shu orqaga ketmagan bo'lardi. O'sha video ham chiqib ketmagan bo'lardi. Nega hamma menga kelganda jim o'tirishadi, sukut qiladi? Sen ham bu kiyo toqqa chiqish ham eplolmadi. Hech narsani eplolmas ekan deb o'ylayapsanmi? Bo'ldi endi. Yosh bola bo'lmagin. Bu bitta baxtsiz hodisa. Hamma bilan bo'lishi mumkin edi. Hech kim aybi yo'q bunda. Xo'p, unda nega meni sizlab gapirmayapsan? Boya sizlaganim yoqmadi-ku. Sizlashingchi notabiiy, xuddi o'zingni majburlab gapirtirayotganga o'xshaysan. Yana aytayapman, menga zo'raki mehr, zo'raki e'tibor kerak emas. Menimcha biz bir-birimizdan to'yib bo'ldik. O'zi buvijon to'g'ri aytibdilar. To'ydan oldin yigit bilan qizning o'rtasida masofa bo'lish kerak ekan. Alo, assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom bolam, qayerdasan? Haligi ko'chada edim. Qayerdasan? Kech bo'lib ketdi. Yo'ldaman. Tezroq kel bolam. Boryapman. Kech bo'lganda ko'chada yurma. Xo'p. Kech bo'lib ketdi. Xo'p.
Salom. Layk qo'yib qaytib olishmi? Bosilib ketdi. Rasmlarni ko'rayotganingizdami? Hozir nima qilyapsiz? Xonamda yotibman. Gaplasha olasizmi? Ha, Alo. alo. Sevara, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, Uyqu yo'qmi deyman-a? yo'q, o'zingizdachi? Menda ham shu. Shunday ekan, birodar, hayot qiymatini pul bilan emas, ezgulik va mehr bilan o'lchash darkor. Atrofingizga qarang. Hayotingizni mazmunli qiladigan do'stu birodarlar emasmi? Bo'ldi. Stop, bor. Ana sen olib kelgan sotey texnik nimasiga 400 ming so'm olmoqchi? Nega 400 ming so'ramasin? Bu texnikka beriladigan standart narx-ku. Ertalabdan kechgacha nima so'rasam chopqirlab olib kelib yuribdi-ku. Sen tekinxo'r. O'layotgan pulingni halollab hammasini o'zing qilsang bo'lmaydimi? Bo'ldi, men chiroq qo'ygunimcha hamma kutib turadi. Tushunmadim. Nima bu odam meni sensirayapti? Nechinchi yilsan o? Sendan 2 yosh kattaman. Unda toshingni ter. Aql yoshda emas, boshda bo'ladi. Mana pulni berib yubor. Saloh, buni yo'qot. Ertaga boshqa operator olib kel. Bu kamku. Muomala bu laganbardorlik yoki paxta qo'yish emas. Gapingga yarasha javob olding. Saloh, ani olib chiqib ket. Uyga tinch ketsin, bo'lmasa hozir nimadir qilib qo'yaman. Yuring aka, o'sha yetmayotganini o'zim beraman. Janjal qilmaylik. Gap pulda emas, odamga o'xshab muomala qilsin. Bo'ldi aka, o'zingizni bosing. Muomala qilmayman. Nima qilasan? Qo'lingdan nima keladi? Bor, o'chir. Roqasizchi aka. Bu galgisi har galgidan oshib ketdi. Yaxshi operator edi-ku. 2 oydan beri muammosiz ishlab yurgandi. Ertaga syomkani kim qiladi? Bitta mobilograf ukam bor. Hey, telefon boshqa, kamera boshqa. Yo'lini toparmiz. Yo'lini topasan. Reyting olish kerak. Shundoq operatorni uvol qilding. Menga qara. Buninchi katta pul so'rayapti. Pulim yo'q demayman-ku. Nima qilishni bilmadim, qayda bordim. Nega puling yo'q? Reklamachi. Reklamaga yedirib ketdi. Aloqaga chiqmayapsiz. Telefon qilsam telefon o'chgan ekan. O'shaning uchun kun bo'yi asabing buzib yuribsanmi? Ha, o'shaning uchun kun bo'yi asabdaman. Ertaga anu jamoani pulni qanaqa qilib beraman bilmayman. Janjal sabab xo'p, mayli hozir so'ramas. 1-2 kun o'tgandan keyin boshlaydi yana pul so'rashni. Mayli, o'zingga qara, o'zing bilasan. Mumkinmi? Ha, ke. Nima kerak? Haligi men ishdan ketmoqchiman. Nimaga ketasan? Birov seni haydadimi? Boshqa bunaqa ishlamayman.
Men hali o'zi tuzuk quruq ishlaganingni birov ko'rmadi. Ani Kamolli mavzusi ham yopilib ketdi. Yaxshiroq material top dedim. Yurding u yoq qilib, bu yoq qilib, soqqa keladigan mavzu ham topib kelmading. Har kuni foydali xabarlarni ishladim-ku. Bu foydali xabarlaring, ma'lumotlaring umuman soqqa olib kelmaydi. Odamlarga g'iybat mavzusi qiziq. U o'lib qolibdi, buning xotini bor ekan, uni o'g'li bunga tegib olibdi. Mana shunaqa narsalar qiziq. Odamlar har xil. Hammani o'ziga qarab o'ylash noto'g'ri. Men aqlli auditoriya uchun narsa tayyorlamoqchiman. Abo. Singlim, u aqlli auditoriyang reklama qilingan narsani yoppasiga borib olmaydi. Kurslarni, seminarlarni umuman sotib olmaydi. Eng cho'ntagidan pul chiqishi qiyin bo'lgan auditoriya o'sha. Sen xohlagan aqlli auditoriya. Sen bo'ladigan qilsa, yana bir oy ishla, harakatingni qil, o'zingga bitta alohida kanal ochamiz. Misol uchun, mana yaqinda Antalya, Dubay, Misr haqida travel blog olishimiz kerak. Birga boramiz, aylanib kelamiz. Bir hafta sabr qilib ishlab tur. Iltimos, birinchidan siz menga sansirab gaplashadigan o'rinda emassiz. Ikkinchidan nima taklif qilsangiz ham bu muhitdan to'ydim. Boshqa bir yerda ishlamoqchi emasman. Ha, bo'pti, chiqib qayerga borasan? Bilmadim. Niyatga yarasha joy topiladi. To'g'risi, sizni umuman boshqacha odam deb o'ylagandim. Nima, qanaqa odam deb o'ylaganding? Singlim, ijodkorni ijodini hurmat qilish kerak, ijodini yaxshi ko'rish kerak. O'zi bilan ishing bo'lmasin. Men ham yelg'ator odamman. Jahlim chiqadi, so'kinaman, xafa bo'laman, asabiylashaman. Siz el qatori emassiz. Siz eldan ham ancha past odamsiz. Shu oxiriga avf deb qo'ymadingda. Ey, mayli. Eldan past bo'lsam ham soqqa kelib tursa bo'ldi. Eldan pastsiz. Ajab bo'lsin. Yopiq. Chiqadigan video chiqib bo'ldi. Xo'sh, nima o'zgardi, aytchi? O'sha gap. Meni Samarqandda ham farzandlarim bor, lekin qo'yadigan xotinim yo'q. Men sizga meni qo'ying deganim yo'q. Biroz o'zimga keloli. Shu payt mehmondorchilik ko'nglimga sig'adi deb o'ylaysizmi? So'nggi paytlar senga ozotingni juda ham ko'p berib yoribman. Oilamiz davrasida Ra'noning tug'ilgan kunini o'tkazib kelasan. Olim akani biror bir bahona qilib chaqirmasak bo'lmaydi. Nimaga siz bilan ko'rishsam, doim janjal chiqarasiz, halovatimni, tinchimni buzasiz. Biz urushaversak, bolalarning tarbiyasi buziladi. Yaxshisi, bir oy, 2 oy shu yerda kvartirada yashaysiz, hovlida yashang. Ota-onani boshqa qo'shmay yursa ham bolalarning tarbiyasi buziladi. Taqdir o'yini shunaqa ekan. Hayotda biror sinov ro'y berish kerak bo'lsa, bu sinov ham kelib nima yaxshi ketayotgan bo'lsa, aynan shu narsaga urar ekan. Namuncha noshukursiz, jasur oyoqqa turdi. Qolgan hamma narsani to'g'rilasa bo'ladi-ku. Ana endi o'zingga kelding. Sen ham noshukur bo'lma. Xullas gap shu. Men Olim akani, sen Ziyodani taklif qil. Keniymi nega xafa qildingiz aka? Nega xafa qilar ekanman? Ertangi tug'ilgan kunimga chaqiruvdim. Ishimiz bor deb bahona qildilar. Ko'rinib turibdi, sizdan xafa bo'ptilar. Menga qara. Nimaga maktabda emassan? Gapni burmang. Maktabda kanikul.
Kanikulda bo'lsang, keniyini ko'rgani o'zing bor. Uyini bilasan. Keyin tug'ilgan kunnichi restoranga kirib nishonlasa ham bo'ladi. Hammani uyiga yig'ish shart emas. Bu gapingiz ham to'g'ri. Yaxshi shunaqa qilamiz. Bu boshqa gap. Ha, akvapark haqida nima deyotganding? Ha. Shunaqa degan? Yaxshi. Men boraman. Xo'p. Ukajon, unaqa qilmang. Ozgina tushunib turinglar. Uzr opa, hech qanaqasiga yordam bera olmayman. Yana bir haftagina. Yo'q demang, jon uka. Meni so'zim. Men o'sha pulni olgan odamdan undirib beraman. O'zi o'tgan kuni gaplashdik. Yana bir haftagina indamay turing, iltimos. Sudga chiqmasligimiz uchun pulni bugun olib ketishimiz kerak edi. Bu pul bilan vaziyatni o'zgartira olmaysiz. Axir bir o'zim yolg'iz ayol boshim bilan shuncha pulni qayerdan topaman? Hovlini sotib to'lasangiz bo'ladi. Xaridor topib beraman. Shu ish juda ham cho'zilib ketdi-da. Kirsaymi ichkari? Yo'q, hozir chiqib qoladi. Bu ish cho'ziladimi deyman. Qarashini qarang. Qaraydi endi. Ja yoqmayapti-da shuni qarash. Uka, bu yordamingni cho'ntagingga tiqib qo'y, tushundingmi? O'zingga kerak bo'ladi. Bas qil. Qilar ishni qilib qo'yib. Nimaga buncha katta ketasan, a? Agar oldimda hozir 800 emas, 8000 bo'lganda, bunaqa muomala qilsangiz yarashardi. Iltimos, jon uka. Axir tushuning, to'g'ri tushuning. Shoshmang. Vizitkangiz bormi? Ha, bor. Rahmat. Xo'p. Ana, chiqdi. Kelyapti. Bo'ldi, ketdik. Kir uyga. Bo'laqa. Yura qoling. Mana shu yerda stol yasatamiz. Xo'p. Bu yerga stollar qo'yib, pastga ham stol qo'shamiz. Chiroyli qilib bezatib berasiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Kamchilik bo'lmasin. Voy. Dildoraxon. Hormang. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Charchamayapsizmi? Qanaqasiz? Yaxshi, rahmat. O'sha kuni sizni rosa zeriktirib qo'ydimmi? Uzr. Endi investorlar bilan aloqa o'rnatishga ozgina vaqt kerak edi-da. Onlayn muloqot boshlanib, ichkariga kirsam ketib qolgan ekansiz. Aksincha, siz meni kechiring. O'sha kuni muhim ishim chiqib qoldi, ketishimga to'g'ri keldi. Yo'q, men sizni kechirmayman. Nega? Men 3 oydan beri tayyorlayotgan loyihamni barbod qildingiz. Lekin aybingizni yuvishingiz mumkin. Qanday qilib? Keyingi hafta xullas 3 ta qiz biznes seminar tashkil qilyapmiz. Nozima ham qatnashadi. Boshqa ishbilarmon ayollar bo'ladi. Shunda bizni mehmonimiz bo'lasiz. Qanaqa bo'larkan? Zo'r bo'ladi. Yangi tanishlar orttirasiz. Ha, aytgancha seminardan keyin dam olamiz. Spa muolajalari, restoran. Dam olamiz. Shunga nima deysiz? Rejalarim ko'p. Vaqtimni qarab ko'rishim kerak. Yo'q, bormasangiz xafa bo'lamiz. O'zingizga bir qarang. Asablar juda ham asabiy bo'lib qolgansiz, charchagansiz. Dam olamiz. Asabiylashayotganim bilinyaptimi? Albatta.
Ish degani odamlarni ne kuylarga solmaydi. Lekin yo'qdek ko'rmang. O'ylab ko'raman. Yo'q, o'ylashingizga ruxsat yo'q. Sizni allaqachon ro'yxatga kiritib qo'yganman. Xullas, mehmonimiz bo'lasiz. Rahmat. Tadbirimiz bor edi. Shunga qarashim Mayli, kerak. boshqa vaqtingizni olmayman. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Mumkinmi? Siz Ha. Men Jasurdan xabar olay degandim. ha, Katta o'g'limni ham bir ko'rib ketay dedim. Hasanning ahvoli yaxshimi? sekin-sekin yaxshi bo'lyapti. Doktorlar xabar olishyaptimi? Ha, kecha bir professor kelib ketdi. Yaxshi.
Men oyoqqa turishimga sabab bo'lgan qiz uchun. Sen uchun. Axir, bu meni burchim-ku. Bilaman burching, lekin seni ko'rgim keldi. Aytgancha, nimaga tik oyoqda yuribsiz? Hali bunaqa yurishingizga erta. Bir odamni deb, doktor aytgan vaqtdan tezroq tuzalyapman. Yaxshi-ku-ya, lekin og'ir dorilarni ichayotgan odam nega mashinada yuribsiz? Yo'lda mazingiz qochib, avariya bo'lib ketsangiz nima bo'ladi? Sen meni urishyapsanmi yoki mehribonchilik qilyapsanmi? Urishyapman. Nima? Hamma bola sizdagi kalta o'ylaydimi? Yo'q. Faqat men shunaqaman. Adashmasam buni romantika deyishadi. Faqat telefonda gaplashavermasdan mana bunaqa joylarga kelib surpriz ham qilib turish kerak. Ha, romantika deng. Ha. Agar senga yoqmagan bo'lsa, boshqa joyga boramiz. Yo'q, yoqdi. Faqat buni sababini bila olmayapman. Sevara. Ha? Ko'zlarimga qara. Nahotki ko'rmayotgan bo'lsang, sababini. Sezyapman. Lekin bu ko'zlarning egasi boshqaga o'xshayapti. Balki shu ko'zlarning egasi sen bo'larsan. Ko'ngillaring to'q qilinglar. Kamol hech narsani sezgani yo'q. Ha, hammasi yaxshi. Bo'ling. G'azalkent. G'azalkentga bitta odam. Oyi,
Uyga ketgim kelyapti. Hali davolanib bo'lmading-ku. Qolganini uyda davolanaman. Nima haqqing bor sen meni oilamni olib chiqishga? Ha? Mana. 6-sinf qizga uylanyaptimi? Yo'q, jinnimisan? Axir oilaga tegmaymiz deb kelishgandik-ku. Ket, Dildora. Bu faqat bugun emas. Baqirma. Endi biror narsa qilishga kech. Vaqt o'taveradi, o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Og'ir yengil bilan, quvonch alam bilan. Vaqt o'taveradi, vaqt o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Quvonch alam bilan, orzu armon bilan. Hayot asli juda ham qiziq bir o'yin. Yutasan lekin yutqazishing bir kuni tayin. Bu o'yinda xirom qilmay yashash juda qiyin. Kimdir yoningda yurib cho'q qaziydi atayin. Bilib bilmay bu yo'llarda qilibman ko'p xato. Bu xatolarim bir umrga qilmoqda ado. Vafosizlikdan charchab ketdi shunchalar bu dil. Faqatgina iltimos xasta bo'lmagin. Yo'llarda nimalarni ko'rdim. Kecha yaxshi bugun yomon bo'ldim. Og'ir kunda bir o'zim qoldim. Kerakli xulosani oldim. Bu yo'llarda nimalarni ko'rdim. Kecha yaxshi bugun yomon bo'ldim. Og'ir kunda bir o'zim qoldim. Kerakli xulosani oldim. Vaqt o'taveradi, o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Og'ir yengil bilan, quvonch alam bilan. Vaqt o'taveradi, vaqt o'taveradi. Har kim yo'lida ketaveradi. Quvonch alam bilan, orzu armon bilan. Hayotimga kelib ketdi qancha insonlar. Bularni ko'pi